Salom do'stlar, siz bu qiziq kanalini tomosha qilyapsiz. Bugun sizlarga samolyotlar haqida 5 ta qiziqarli faktlarni aytib o'tmoqchiman. Demak, boshladik. 1914-yilda eng birinchi yo'lovchi tashish aviareysi amalga oshirilgan. Ichida hojatxonasi bo'lgan yo'lovchi tashiydigan samolyot esa undan 5 yildan keyin paydo bo'lgan. 1919-yildan boshlab esa uzoq masofaga uchuvchi yo'lovchilarga salonda ovqat berila boshlangan. Statistik ma'lumotlarga qaraganda, har 100 kishidan 3 tasi aerofobiya, ya'ni parvoz qilishdan qo'rqish kasalligidan aziyat chekar ekan. Lekin hozirgi kunda aviatransport xizmatidan foydalanish juda ommalashib ketgan. Ular yordamida yer yuzining istalgan nuqtasiga qisqa vaqt ichida yetib borish mumkin. Psixologlarning ta'kidlashicha, samolyotda parvoz paytida faqat yaxshi narsalar haqida o'ylash lozim. Samolyotga chiqishdan oldin valeriana tindirmasidan ichish ham yaxshi yordam beradi. Shirinlik, alkogolli ichimliklar va qahva ichish tavsiya etilmaydi, chunki bu mahsulotlar qo'rquv hissini kuchaytirar ekan. Boeing 767 rusumidagi samolyot dunyoning 800 dan ziyod korxonasi yetishtirib beradigan 3 million 100 ming detaldan yig'ilgan kolleksiyadir. Samolyotga detallar esa dunyoning turli mamlakatlarida tayyorlanadi. Masalan, uning fyuzelyaji Yaponiyada, qanotlari Kaliforniyada, burilish moslamalari Italiyada tayyorlanadi. Frankfurt Main Germaniyadan New Yorkka parvoz qilayotgan samolyotda yo'lovchilar sichqonni ko'rib vahima ko'tardilar. Xullas, Ispaniya aeroportlaridan biriga majburiy ravishda qo'nishga to'g'ri keldi. 200 ga yaqin yo'lovchini aeroport mehmonxonasiga joylashtirib, samolyot ekipaji sichqonni tutishga tuni bilan ovora bo'lishdi. Lekin buni hal qila olishmadi. Undan keyin samolyot saloniga bir nechta mushuk qo'yib yuborilgandan so'ng bu muammo tezda hal bo'ldi. Ovozdan tez uchadigan Concorde avialayneri parvoz paytida Selsiy bo'yicha 95 darajaga qizib, 12,5 sm ga uzayarkan. Shu o'rinda kichik bir e'lon do'stlar. Hayotimizni yengillashtiruvchi antiqa kashfiyotlar 25 daliga va Mike Tysonning shu paytgacha hech kim erishmagan rekordlari haqidagi yangi videorolikimizni Qiziqarli TV kanalimizda omma e'tiboriga havola etdik. Video ko'pchilikka yoqdi. Sizgachi? Kanal manzili ushbu videoning tagida. Bu qiziqdan uzoqlashmang, hali qiziqarli ma'lumotlar oldinda. Hozircha esa shular. Kelgusida bundanda qiziqarli ma'lumotlarimizni o'tkazib yubormaslik uchun ekrandagi obuna bo'lish tugmasini bosing.